Assalomu alaykum. Ro'za Ramazon oyiga ozginagina qoldi. Mana sizlarga ideya. Bitta oshirma xamirdan taom, shirinlik ham yegulik tayyorlasak bo'ladi. Ishimizni boshlaymiz. 1 kosa sut, 1 kosa suv, 1 chimdim tuz, droji va 2 ta tuxum chaqvorib, yaxshilab aralashtirib, un elab, yumshoqroq xamir qorib olamiz va 50 gram podsolnechniy yog' qo'shib yarim soatga dam beramiz. Endi taomimizga nachinka tayyorlab olamiz. Yarimta kapusta, 300 gram qiyma, bitta piyoz, tuz, aralash ziravor va ozgina yog' qo'shib aralashtirib olamiz. Kichkina zuvolachalarga bo'lib olib, to'kib olamiz. Qiymani solib va mantiqasi qonga 40 minutga jo'natib yuboramiz. Endi oshirma xamirimizni yoyib olib, haroratida erigan saryog'ni surib chiqamiz va koritsa bilan shakarni sepib, rulet shakliga keltirib, kesib chiqib, idishimizga joylashtirib, duxovkaga jo'natib yuboramiz. Pishib chiqqandan keyin ustiga sgushonka surib chiqdim. Endi kartoshkali pirojkiga o'tamiz. Nachinkalarini solib, to'kib olib, qizigan yog'imizda qovurib olamiz. 1 soatda hammasiga ulgursanglar bo'ladi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.